Xudo xohlasa Kia K5 mashinasini O'zbekiston ustalari bilan birga chiroyli qilib yig'ib chiqamiz. Kimgadir yaxshilik qilinsa, u xolis bo'lishi kerak. Va bir odamga yaxshilik qilgandan keyin aynan shu odamdan sizlarga og'riqli narsalar kelsa, sizlarni sotib ketsa, hech xafa bo'lmanglar. Alloh taolo sizlarni boshqa insonlar bilan ne'matlab qo'yadi. Xuddi shunaqa, mana shu mashinamizda avariya bo'lganda ham qaysidir ma'noda biz juda qattiq kuyingan edik, musibat sifatida siqilgan edik. Lekin biz yaqinda mediani bir yaxshi taraflari bor deya niyat qildikki, bu mashinani tiklanishini proyekt qilib yig'ishimizni ommaga e'lon qiluvdik va Allohning fazli bilan ko'p ustalar bu mashinani xizmatini qilib berishlikni zimmaligiga olishdi. Yaxshilik hech qachon yerda qolmaydi. Kuzov ishlarini o'zi minimum $2000 dan $3500 bitadigan ishni bepulga qilib beradigan usta chiqqanligidan men hayronman. Hayotda hali biron marta ko'rishmaganman, lekin g'oyibona aka-ukachilik, ya'ni bitta vatandan bo'lganligimiz albatta bu narsaga turtki bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Men shu xursandchilikni sizlarga e'lon qilmoqchiman. Xudo xohlasa loyihamizning bu ikkinchi qismi. Avvalroq birinchi qismini qo'ygan edik. O'zi men bu narsani talab qilib chiqmagan edim ommaga, lekin aka bu narsani biz bitirib beramiz deyishgandan keyin rosa ham xursand bo'ldim. Muhtarama onam ko'p duo qilyaptilar. Bolam Kia K5 tezroq tuzalsin deb. Onaning duosi ijobatligiga shubha yo'q. Alhamdulillah, onajon, boringizga shukr.